Assalomu alaykum Razoq shaharning turg'unlari, ayimdar janob mirzolar. Sizlar Razoq media kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Do'stlar, buyursa Razoq shahrida dag'i bir jang qurilgan 2 etajli uy sotiladi. Videoning jirishida ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, shu Razoq shahri Xudoynazarov ko'chasi bilan tuz bosib chiqsangizlar, ko'rib turganingizdek, bu yoq tomonda o'ng qo'lga burilib shu yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar, jang qurilgan 2 etajli uy plus 6 sotik jeri bilan sotiladi. Do'stlar, videoni yurishida sizlarga sonun qilib, video obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, ushul Xudoynazarov ko'chasi bilan tuz bosib chiqsangizlar, ko'rib turgandek bu yoq tomonda ikkita uy bor. Chap qo'ldagisi emas, o'ng qo'ldagi uy sotiladi. Yangi solingan 2 etajli uy sotiladi. Ko'rib turgandek chotki qilib uyni solib qo'yganlar. Birinchi etaji pishgan g'ishtdan, ikkinchi etaji loy bulaydan solingan. Ko'rib turgandek uyimiz arqa tomonidan so'nil qilib monday mana birinchi etajga dushovoy, ikkinchi etajga dushovoy quramiz deb dushovoy oynalarini joylarini so'nil qilib qoldirganlar. Plus mana toza suvi ishlanlarini ham chiqarib qo'yganlar. Do'stlar, mana sotilayotgan uyimizda yon tomondan ko'rinishi ko'rib turgandek uzunasi 18 metr, eni 7 metr. Plus ko'rib turgandek aldi tomonda uzunasi 2 metrlik katta navis bor. 2 etajli qilib so'nil qilib navislarga chaqib qo'yganlar. Do'stlar, mana ko'rib turgandek sotilayotgan uyimizni aldi tomondan ko'rinishi. Uzunasi 18 metr qilib chotki qilib mana 2 etajli uylarni solib qo'yganlar. Plus mana aldi tomonda birinchi etajda katta navis, ikkinchi etajda katta navis. Ustekalarni ham moshni baquvvat qilib 50 ga 50 qilib betondan tumbalarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga kirib borib ichidagi xonalarni, uylarni razmerlarigacha sonun qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana navisdan kirganda o'ng qo'ldagi birinchi xonadan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek oynalarni joylarini chotki qilib qoldirib, plus bu yoq tomonda eshikka ham joylarni qoldiribdilar. Ko'rib turgandek bu xonamizning razmeri 5 ga 5 qilib chotki qilib taglarini beton, ustlarini pishgan g'ishtdan urib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek har bitta xonaning ichini sonun qilib modelini steshkalarni qilib qo'yganlar. Moshni baquvvat qilib. Pataloylarga kelsa, pataloylarni ham ko'rib turgandek hammasi rossiyskiy yog'ochlardan qilingan. Ikkinchi etaji pollari ham polnitsda bitgan desak ham bo'ladi. Bu xonadan chiqqanimizdek, boya aytib o'tganimizdek, bu yoq tomondan kirganda to'g'rida ikkinchi etaj chiqib ketishga litsenziya bo'ladi. Bu yoq tomonda bitta dushovoy, bu yoq tomonda ikkinchi dushovoy bo'ladi. Shu uchun ikkalasiga ham sonun qilib monday buni oynalarning joylarini qoldirganlar. Bu yoqdan kirsa ham bo'ladi dushovoyga, bu yoqdan kirsa ham. Plus mana litsenziyani oldidan bu yoqda yana bitta xona bo'ladi, bu yoqqa ham kirib ketsa bo'ladi. Ko'rib turgandek bu yoqda ham mana oynaga joylarni qoldirib, pishgan g'ishtdan chotki qilib devorlarni urib, bu xonalarni ham pataloylarini rossiyskiy yog'ochlardan tashaganlar. Moshni baquvvat bo'lsin deb. Plus har bitta xonaning tagi steshka bo'lgan. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin boya aytib o'tganimizdek oxirgi mehmonxonani ham sizlarga sonun qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kirganimizda bu xonamiz ham razmeri 5 ga, uzunasi 7 metr. Ko'rib turgandek buni ham sonun qilib pishgan g'ishtdan chotki qilib urib ko'tarib qo'yganlar. Ko'rib turgandek bu mehmonxonadan to'g'ri chiqqanda bu yoq tomonda mana katta eni 2 metr, uzunasi 13 metrlik katta navislar bor. Bu xonamiz ham mana ko'rib turgandek pollari polni steshka bo'lib, pataloylar rossiyskiy yog'ochlardan tashalgan. Plus mana agarotni tomosha qilib turamiz deb bu yoq tomonda mana katta oynaga joylarni qoldirganlar. Bu mehmonxonamizda bitta, plus bu yoq tomonda yana bitta oynaga joy qoldirganlar. Mehmonxonada bir emas, ikkita oynaga joy ajratilgan. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim ikkinchi etaj chiqqanimizda ikkinchi etaj ham razmeri eni 2 metr, uzunasi 13 metrlik katta navis bor. Mana bismillahirrohmanirrohim o'ng qo'ldagi xonadan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu xona ham shu birinchi etaj razmerida 5 ga 5 metrlik sredniy xona. Buni ham polnitsda mana aylanasiga loy-buloylar bilan chotki qilib urib, plus mana ko'rib turgandek oynaga, eshikka joylarni qoldirganlar. Bu yoq tomonda bir emas, ikkita eshik qoldirganlar. Bu yoqdagisi litsenziyadan chiqib kelish, bu yoq tomondagisi dushoyga kirib ketish. Dushoyga bu yoqdan tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Bu yoqda ko'rib turgandek uy ichidan ham chiqib kelsa bo'ladi. Ko'rib turgandek bu yoq tomonda mana dushoyga oynalarning joylarini qoldirganlar. Ko'rib turgandek ikkinchi etaji polnitsda pollarni qilib qo'yganlar chotki qilib. Bu yoq tomondan
ikkinchi etajga lestnitsadan chiqib kelib, bu eshikdan chiqib ketsa bo'ladi. Hammasini chotki qilib, proyekt bo'yicha solib qo'yganlar chotki qilib. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomondagi mana 3-xonani ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamizni ham razmeri 5 ga 5 metrlik qilib, chotki qilib solib qo'yganlar. Navis tomondan oynaga, eshikka joylarni ajratib qo'yganlar. Ko'rib turgandek pollarini chotki qilib, oldindan tayyorlab bitirib qo'yganlar. Bu uy sotib olgan odam devorlarini, patolonlarini remont qilib, eshik romlarini qo'yib maza qilayotsalar bo'ladi. Bu yoq tomonda birinchi etajga o'xshab mehmonxonaga chotki qilib, xonalarni ajratib qo'yganlar. Eshikdan kirganimizda uy oldi tomonidan bitta oynaga joy qoldirganlar, plus mana yon tomondan ham ikkinchi oynani ham joylarini qoldirganlar. Do'stlar, sotilayotgan uyimizda yerga keladigan bo'lsak, sotilayotgan uyimizda yeri 6 sotik. Polni mana granitsalarni aylanasiga agrajniya qilib, chotki qilib to'sib qo'yganlar. Plus mana sotilayotgan uyimizni oldi tomonda katta plashatkalarigacha bor. Bu yoqdan o'tganda uy yonida chotki qilib, tualetlarni ham solib qo'yganlar. Do'stlar, eng qizig'i, bu sotilayotgan uyimizning dokumentlari hammasi joyida. Hech qanaqa muammo yo'q. Hozir bu uyni sotib olib, bir kunda o'zingizning nominaga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Plus bu yoq tomondan mana yangicha proyektda qilib, proyektlarini chizdirib, chotki qilib shu proyektda solganlar. Bu uyni sotib olgan odam hozir mana shu proyektga qarab o'zlari chotki qilib remont qilib olsalar bo'ladi. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Xudoynazarov ko'chasida mana shunday mana 6 sotik yer plus 18 ga 7 bo'lib solingan 2 etajli uy bilan sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 6 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazayin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, sotib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, agar sizlarga video yoqsa, обязательно bir-birdan like bosib, shu videoni yer uyi sotib olamiz degan do'stlar o'ziga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.